Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rish bilan qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Hong Kongdagi namoyish to'polonga aylandi. Xitoy hukumati Kishilik huquq komitetining raisi Sharq Turkiston taklif qilindi. Muhammad Amin Bug'ra vafotining 54 yilligini eslaymiz. Korlu vokzali oldi maydonidagi universitet qatnash tuguni oktyabrga ishga kirishtirildi ekan. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun. Yerlik hökumət Hong Kongdakı namoyishchilarning qarshiligini hokimiyatga qarshi piralloq to'polon deb atadi. 13-iyundagi xalqaro xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 9-iyun Hong Kongda boshlangan Qashqullar nizomiga tuzish kirgizishga qarshi namoyish jarayonida hozir qadar har xil ko'lamdagi surkishlar borliq kelgan bo'lsa-mu, cho'ng voqea yuz bermagan. Ammo 12-iyun kelganda namoyish keskin to'qinishga aylangan. 12-iyun namoyishchilar Qashqullar nizomiga tuzish kirgizishni amaldan qoldirishni talab qilib, Hong Kong hukumatining qonun turg'izish komitetini qurishib olgan bo'lib, soqchilar bilan namoyishchilar orasidagi to'qinishda oz deganda 72 odam yaralangan. Soqchilar namoyishchilarga yasha qo'zish bombasi, banan bomba qatorliqlarni atgan. Namoyishchilar qish-kesak, botulka qatorliqlar bilan javob qaytargan. Hong Kong alohida ma'mur rayonining boshlig'i Lin Zhongyu 12-iyun axborot vositalariga qilgan so'zida bu namoyish sababli Qashqullar nizomiga tuzish kirgizishni amaldan qoldirmaydiganligini bildirish bilan birga, bu to'qinishni planliq to'polon deb atagan. Fransiya ovozining 13-iyun bu vaqt e'lon qilgan maqolasida namoyishning planliq to'polon deb baholanishi bir xatarning oldin signali bo'lib hisoblanadi ekan. Xitoyning o'z zamonidagi davlat raisi Deng Xiaoping 1989-yili 6-oydagi Tiananmen o'quvchilar namoyishini bayroq ro'shan holdagi aksiyatchil to'polon deb atagandan keyin 4-iyun Tiananmen qirg'inchilik yuz bergan. Uyg'ur kuzatuvchilarining qarishicha, Xitoy hukumatining har qanday shakldagi norozilik faoliyatlarini to'polon deb atab, bostirish an'anasi uzun yillik tarixga ega bo'lib, 1981-yili Qashqarda yuz bergan 30-oktyabr voqeasi, 1985-yili va 1988-yili Urumchida yuz bergan oliy maktab o'quvchilarining tinish namoyishlarini o'z vaqtida aksil inqilobiy to'polon deb atagan edi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarni lagerga qamishi xalqarada zo'r diqqat qo'zg'agandan keyin Xitoy hukumati bir qism davlatlarning diplomatlarini Urumchi, Qashqar va Xotan qatorliq joylardagi tarbiyalash markazlariga ekskursiyaga o'rlashtirgan. 13-iyun kuni Xitoy hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining raisi Michel Pachilotni Sharq Turkistonni ziyorat qilishga taklif qildi. Janubiy Xitoy etiganlik gazetining 13-iyundagi xabarda bildirishicha, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq bosh elchisi Chinshu Janvandagi muxbirlarni kutilish yig'inida bu taklifni jakarlagan. Hamda rais Michel Pachilotni Xinjiangdagi ma'rif orqali tarbiyalash markazlarining asabiylikni tugatishga qanday yordam bo'lganligini o'z ko'zi bilan ko'rib ketgan degan umidimiz. Chunki ko'z bilan ko'rganga ishonish eng oqilanliqdir degan. Ilgari Xitoy hukumati Birlashgan Davlat Tashkiloti amaldorlarining ichki ishlarga aralashmaslik sharti bilan Sharqiy Turkistonga tekshirishga borsa bo'ladiganligini aytib kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ilgari Chilining prezidenti bo'lgan Michel xonim 2018-yili avgustdan boshlab Zayd Husaynning o'rniga chiqqan hamda izchil turda Birlashgan Davlat Tashkilotining Uyg'ur diyoridagi tutqun ahvolini tekshirish lozimligini ta'kidlab kelgan ekan. Ammo u bu taklifga hozircha inkas qaytarmagan. Xitoy Uyg'urcha radio to'ri xabarda Golmut Korla temir yo'li Xinjiang Ziyfi xaridor chaqirish turi qurilish bo'limidan bildirishicha, yaqinda Korla vokzali oldi maydonidagi universal qatnash tuguni qurilishining ulini qo'llash xizmati tamomlangan bo'lib, mo'ljallanishcha bu yil 1-oktyabr kuni ishga kirishtirilgan. Yo'lovchilar temir yo'l, uzun yo'llik yo'lovchi toshish, shahar ommaviy qatnashishi, taksi qatorli ko'p xil qatnash qurollariga 0 oraliqda almasha oladi ekan. Ig'ilishcha Korla vokzalini o'zgartirish, kengaytirish turi vokzalda yangidan quriladigan vokzal binosi qurilish va vokzal oldi maydonidagi universal qatnash tuguni qurilishdan iborat ikki qismdan tarkib topgan bo'lib, bekat oldidagi maydon universal qatnash tuguni qurilishdan egilgan yer ko'lami 20 ming kvadrat metr. Qurilish ko'lami taxminan 41 300 kvadrat metrga, silingan umumiy mablag' taxminan 200 million yuan xalq puliga yetadi ekan. Ilgari vokzal oldidagi maydon ochiqchilik bo'lib, sirtqi rayon jamiyat avtomobillarini to'xtatish o'rni, ichki rayon ommaviy avtobuslar to'xtatish o'rni, o'rtadagi rayon avtomobillar mongdigan yo'l edi. Bugungi kunda vokzal oldidagi universal qatnash tuguni qurilishi 3 qavatga bo'linib, yer osti 2-chi qavati taksi va shaxsiy avtomobil to'xtatish maydoni, yer osti 1-chi qavati uzun yo'llik avtobusda yo'lovchi toshish bekiti. 1-chi qavati do'kon qilinib, temir yo'l, uzun yo'llik yo'lovchi toshish, shahar ommaviy qatnashi, taksi qatorliq ko'p xil qatnash shakllari bir gavdalashgan universal qatnash tuguni qilib qurildi ekan. Vatanparvar, tarixchi, yozuvchi, siyosiyon Muhammad Amin Bug'ra vafotining 54 yillik munosabati bilan marhum ustozni duo bilan yod etamiz.
O 1933-yili 5 aprel Xotan Islom xonligini qurib amir bo'lgan. Keyin Majungyingning hujumida Xotan Islom xonligi 1934-yili 28-iyulda barpat bo'lgandan keyin Afg'onistonga berib Yaponiyalik konsul Kitada Masamoto bilan do'stlik munosabati o'rnatgan. Keyin Chungchung orqali Sharq Turkistonga qaytib, o'lkalik hukumatning muavin raisi bo'lgan. Muhammad Amin Bug'ra 1949-yili Junxo Xalq Jumhuriyati qurilib uzoq o'tmayla qaytadan Hindiston orqali oxirgi manzili Turkiyaga yetib kelgan. 1965-yili 6-oyning 14-kuni Anqarada vafot bo'lgan. Muhammad Amin Bug'ra vafot bo'lib 22 yildan keyin, ya'ni 1987-yili Istanbulda Sharq Turkiston tarixi degan kitob nashr qilingan. Bu kitobning originalini amaliyotda Muhammad Amin Bug'ra Afg'onistonda Yaponiya konsuli Kitadaning yordami bilan yashayotgan chog'larda yozib chiqqan original edi. Muhammad Amin Bug'ra o'zining hayotini, mustaqil davlat qurishdagi jarayonlarini yozgan. Kitada konsul bu qo'lyozmani yaponchaga tarjima qildirib, Arita Hachiro apandimga avatgan. Muhammad Amin Bug'ra yozgan Sharq Turkiston tarixi dunyoning har qaysi joylarida muhojirat yashayotgan, vatanini mustaqil qilishni xohlaydigan Uyg'urlar tomonidan qizg'in suyuladi. Bu sababli Muhammad Amin Bug'ra hozir Xitoy Kompartiyasi tomonidan qattiq tanlanadigan shaxslarning biri. Xitoyning bu asarga bo'lgan bahosi o'lgunchi unsurlarning ideya va ruhiy teoriki, to'polon va bo'lgunchilikni qo'zg'aydigan siyosiy tashviqot, Xinjiang milliy bo'lgunchiligini sistemlashtirgan, nazariylashtirgan siyosiy muqaddas kitob deb eng yuqori darajada ayblgan. Biroq bu kitob har xil yo'llar bilan Sharq Turkistonga kirib, Uyg'urlarning orasida tarqalib o'qilmoqda va hozir millatning iftixori ruhiyatining muqaddas kitobi sifatida nur chechib turmoqda. Bir ömür vatani xalq uchun kurash qilib o'tgan bu azimat 1965-yili 14-iyun dushanba Anqarada vafot bo'lgan. Xabarlarimizni ko'rgan Allohga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.